Farg'onadagi eng qimmat kvartirani obzoriga keldik. Va tasavvurimga sig'dira olmayapman boru. Bitta kvartiraga ham shuncha pul sarflaydimi? Lamanda jamoasi korobka holatidan aynan mana shu holatga 4 oyda shunaqqina keltirib qo'yishibdi-yu. Birgalikda ushbu xonadonni obzorini ko'rish kerak, sevib qolishingiz aniq. Shahriyor aka, oldingi loyihani ko'rsatganimizda katta hovli edi. 1 milliondan oshiq pul ketdi degandingiz. Lekin aniq summa aytilmagandi. Bu kvartira ham oddiy kvartira emas, ko'rinib turibdi. Zo'r ishlar qilingan. Nech pul ketdi? Endi shu safar aytaylik obunachilarimizga. Endi hozir Said Kamol bilasiz, odamlarni ham hammani ahli etib qo'ygan, qancha ketishganiga. Keling, bu hozir ko'rib chiqaylik. Oxirida aytamiz. Demak, hozir bitta xonalarni obzor qilamiz, nima ishlatilgan, qanaqa bo'lgan, savol-javob qilamiz. Sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz hozir xonadonimizning qaysi qismidamiz? Hozir bu kvartiramizning hol qismi. Katta joy tashlangan ekan, lekin. Katta joy tashlangan. Hol qismiga skala qilib berganmiz. Skala qilishimizdan maqsad uyni tabiiyligini yanada oshirish maqsadida qilingan. Zo'r. Deyarli har bitta loyihangizda shu narsani ko'raman. Jichcha bo'lsa ham qo'shib ketasiz nimaga? Bu dekorativniy ishlarga men o'zim ishqibozman. O'zim qilaman bularni. Buni asosiy qilishimizdan maqsad har bitta ustani o'zini pocherki bo'ladi. Bu bizning brigadamizning pocherki bu. Zo'r. Ma'lumot uchun aytib o'taylik, bu joyda o'lchami nechta, necha kvadrat metr, necha xonali uy va qanchada tayyor bo'ldi ushbu remont? Xo'p, kvartiramiz 170 kvadratdan ortiqroq, 5 xonadan iborat. O'rtacha 4 oycha vaqtimiz ketdi. 4 oy bu korobka holatidan remonti, mebeli, texnikasi, xullas biz videoda nima ko'rib turgan bo'lsak tayyor. Podключ olganmiz. O'sha hamma kirib yashaydigan holatgacha shunaqa 4 oy vaqtimiz ketdi. Zo'r. Xo'p, bu yerda shkaf ko'rib turibmiz. Qo'shimcha garderobniy shkaf, kiyimlarni, oyoq kiyimlarni qo'ygani. Bularni kim qilib bergan? O'zlaring brigadalaring bormi mebelga? Mebellarimiz ham Firdavs mebel jamoasi doimiy hamkorimiz. Hamma obyektlarimizni shu Firdavs mebel jamoasi qilib beradi. Zo'r. Bo'lmasam, mehmonxonadan boshlaylik, lekin eng katta xonalardan biri. Obzor tayyorlashimizdan oldin Boburjon akam ham shu yerda edilar. Mana shu mebel haqida juda ham bir to'xtalib o'tishdi. Farg'onada 2 dona ekan bu mebel. Nima ajralib turadigan tomoni bor? Zakazga qilindi. Bobur ham qiziqib, u ham zakaz berdi. Shuning uchun 2 dona deyapti. Zo'r. Dizayni-chi noodatiy, umuman ko'rmaganman oldin. Uyimizni remont yo'nalishi vabi-sabi yo'nalishi bilan neoklassikani uyg'unlashtirganmiz. Shularga mos qilib mebellarimizni ham avalniy shaklda zakaz berganmiz. Zo'r. Juda ham chiroyli chiqdi. Devorlari nima bo'lgan bu yerda? Devorlari Navacolor italyanskiy atachintadan berilgan. Bu tomonlarida adashmasam PVH panellar ishlatilgan. PVH panellar profillar bilan paysalgan. Demak, vabi-sabi uslubi biz obunachilarga tushuncha bo'lsin. Aynan mana bunaqa burchaksiz zonalar deganimi bir? Vabi-sabi deydi. Avalniy shakllar ko'proq bo'ladi. Shunaqa vabi-sabida 2-3 elementlarni qo'shganmiz neoklassikaga. Ammo juda ham chiroyli chiqdi. Ayniqsa mana shu televizor zonasida burchaksiz ancha bogati ko'rinibdi. Zo'r. Keyingi xonamiz. Bu nima maqsadda qilindi? Bu xonamiz hozirgi kunda? Bu xonamiz hozirgi kunda namoz o'qish uchun yoki keyinchalik spalniya qilib olish uchun mo'ljallab qilingan. Zo'r. O'zi agar 2-3 ta mehmon kelib qolsa ham, ustki kurib gaplashib, suhbatlashib o'tirib ayollarga yoki erkaklarga alohida bo'ladi. Mana bu devor meni juda ham o'ylantirdi. Materialni o'ylab topolmadim. Nimadan qilingan bu? Buni oddiy Gulxoy MDFdan qilganmiz. Ustiga atachinta sepganmiz, zarli atachinta. Mana nimalari-chi? Chiziqlari bu MDF eni adashmasam 180 yoki 240 bo'ladi. Qaytadi choki bo'lish kerak-ku buni. Buni roverda ochilgan stiklari o'sha tekis choklarida bir-biriga kiyishtirib yuborilgan. Ozgina hamma ishimizda o'zi, misol uchun bitta obyektimizda ozgina yangi narsa qo'shib ketamiz. Shuning uchun katta bo'lmasa ham, lekin
ozgina yangilik qilib ketganmiz. Eksperiment sifatida qarasak bu narsaga o'xshadimi? Demak, keyingi proyektlarda buni O'xshadi. kattaroq formatda ko'rsak bo'ladi. O'xshadi, keyingisida rivojlantiramiz buni. Bu mijozga arzon tushadimi yo naborotmi? Bu Qimmatroq tushadi. bambuk paneldan ko'ra arzon tushadi, lekin Aha. xohlagan rangingizga bo'yaysiz, xohlagan gulingizni berasiz. Keyin unaqa dishoviy nima bermaydi, arzon vid bermaydi. Ofislarga bo'lsa, qanaqadir logotipini chiqarib, yozuvlar bilan bir nimalar qilish mumkin. Ijod qilsangiz bo'lar ekanda buni ustida. Uyimizga Alisa ulangan dedingiz, obzor tayyorlashimizdan oldin. Aynan bu Alisa uchun chiqarilgan rozetkalarmi? Rozetkalarga e'tibor berdim, включательlarga umuman boshqacha. Shular haqida Ular to'xtalib. Solid firmasini включаторlari, rozetkalari. Juda ko'p obyektimizda, deyarli hamma obyektimizda Solid materiallardan foydalanamiz. Bu aynan elektrika mahsulotini brendini aytyapsiz, to'g'ri? Bular boshqa firmalarga qaraganda yaxshiroqmi? Boshqaga nisbatan sifatliroq. Aha, Ancha sifatli. zo'r. Buni ham o'chirib yoqishni qarang. Shunday qo'lingiz bilan Tekkizib yuzasiz. ana. Maza qilmoqchiman. Keyingi xonaga ketdik. Xo'p, keyingi xonaga kirishdan oldin mana bu joyda adashmasam kolonna bor, to'g'rimi? Kolonna bor. Odatda qolib ketadi o'rtada. Albatta kolonnani uyga nisbatan qo'polligi uchun Aha. shuni yo'qotish maqsadida balki kitob javoni suvenirni polka qilib qo'ydik. Suvenir teryapmiz, balki kitob tergan polka qilib qo'yilgan. Shuni hisobiga mana balki bilinmaydi. Hali vizualniy shum deydi-yu, bir shovqinlikni ko'zga yoqimsiz narsa shunday teskarisiga o'girilib chiroyli bo'lib qoldi. Zo'r. Endi eng shirin xonamizga kirdik. Bu yer haqiqiy yevropacha uslub, chunki ko'plab chet elda shu remont videolarini ko'rganimda bizdagi o'xshab stol yoki yumshoq mebel qo'yishmasdi. Katta ostrivni o'rtaga qo'yib qo'yishardi. Bir tomonda ayollar maza qilib ovqat pishirib, o'zlari ishlarini qilishsa, narigi tomonda o'tiradigan joy bor, barli stol qo'yiladi. Barli stul qo'yiladi. Hozir 3 kishiga mo'ljallangan bu. Xo'p, oshxonamizda nima fishkalar bor? Xo'p, oshxonamiz mebellari o'sha o'zimizni mebel jamoamiz tomonidan qilingan. Xo'p, devorlariga fasadni atachinta berganmiz. Sababi oshxonada yog'lama har xil nima ko'p bo'ladi. Shuning uchun mo'yishi bo'lish uchun fasadni atachintadan foydalanganmiz. Artib foydalansa bo'ladi hozir. Bemalol artib yuvsa bo'ladigan matviy material. Zo'r. Nimasi-chi mana bu ustidagilari tosh adashmasam. Ular tosh. Texnikalar Farg'onada chempioni. Hoffman brendiga tegishli. Hammasi Hoffmandan qilingan. Oshxonamizdami konturni kotel? Uni sistemalarini ham bitta ko'raylik, qanaqa qilingan. Visman koteli qo'yildi. Bu ham hozir chempioni. Juda ham ko'pchilik odamlar qo'yapti. Xo'p, koridor bo'ylab yurib kelganimizda mana shu joy menga juda ham yoqdi. Kechqurun ayniqsa bittani podsvetkani o'zini yoqib qo'ysa ko'zni ham og'ritmas ekan. Zo'r. Bolalar xonasi. Bu yerda nima ishlar qilingan? Xo'p, bolalar xonasi ikkita bolaga mo'ljallaganmiz. Ikkita kravat, ikkita alohida shkaf, dars xonalari bor. Zo'r. Shkaflar patologgacha qilingan. Bu yerdan ham menimcha regil o'tgan. O'shani yashirish uchun ham, bat regil o'zi. Shuni yashirish uchun mebel bo'lganmiz. Zo'r. Ranglarni uyg'unligini qanday tanlaysizlar? Mana odamlarga bitta maslahat berib o'tib ketaylik. Devorni rangi zo'r bo'ladi, mebelni rangini xullas tanlash olmaydi deb aytaylik. Bizda hamma nimaga e'tibor berish kerak? Hamma ustalarimiz jamoamizda, misol uchun bitta uyga keladigan bo'lsak, hammasini chaqiraman. Dizaynerimiz, alohida mebelchimiz, o'zim malyanlar bilan bitta hamma nimani ishda kelishib olamiz. Ranglarini nima qilamiz, qanaqa qilamiz. Hammamiz birgalikda kontaktda gaplashtiriladi. Misol uchun bitta obyekt bo'ladigan bo'lsa, shu obyekt bitguncha
pardachi bilan mebelchi hammamiz bir-birimiz bilan qayerga kim nima qilyapti. O'sha narsani doimiy maslahat qilib turamiz. O'shaning uchun ranglarida muammo bo'lmaydi. Masalan uchun mebelchimiz mana bu narsani olyapman deb gruppaga tashlaydi. Pardachimiz men bunga mosam uni pardani qilyapman. Mayli, men u rangni beryapman. Shu narsani nazoratida turadi doim. O'zi istalgan loyihani boshlaganligida dizayn proyekt qilinadi, to'g'rimi? Dizayn proyekt qilamiz. Vizual klient ham ko'rish uchun nima qanaqa bo'lishini и jamoa ham ishlashi osonlashadi. Birinchi ishimiz dizayn o'zi. Dizayndan boshlaymiz и o'shandan davom etib ketaveramiz. Zo'r. Menimcha bu xona mehmonxonadan ham katta bo'lsa kerak, kvadrati bo'yicha hisoblaganda. Eng to'g'risi ham shu deb o'ylayman. Ko'pchilik mehmonxonani katta qilib qo'yadi, o'zining yotoqxonasi kichkinagina bo'ladi. Ushbu yotoqxonada kirishim bilanoq maza qildim. Birinchi o'rinda kengligi, ikkinchi o'rinda bu yerda qilingan ishlardan. Birma-bir bu xonada uzoqqa qolib ketsak kerak, ishlarni ko'rsataylik. Nimadan boshlaymiz ko'rsatishni? Xo'p, spalniyamizni katta tanlaganmiz. Ichiga o'ziga alohida garderob qildik. Bu tomoniga alohida o'ziga sanuzel. Shunda ham yaxshi katta joy qolgan. Bu yerda ham avvalgi figuralardan foydalanganmiz. Asosiy ranglarni bir-biriga yaqin olganmiz. Hali odamning ko'ngli tegmasligi uchun. Tabiiy ranglar ham ishlatilgan, tabiiy yog'och teksturali ranglar ham ko'p ishlatilgan ekan. O'zimga olib qarasa, kvartirani planirovkasi biroz nostandartga o'xshayapti. Nimaga? Ikkita kvartira bitta qilinganmi? Chunki bu ikkita kvartira bitta qilingan. Shuning uchun. Shuni hisobiga planicha o'zgargan. Hech shuncha loyihalar ko'rganman. Bunaqa planirovkada uy ko'rmaganim uchun hozir esimga tushib ketdi. Ushbu yotoqxona mebelida ko'rib turibman, mana bu yonlarida yumshatilgan. Bunga sabab odam aqabaqa o'tganda oyog'ini urib olmasligi uchun shunaqa narsaga yumshoq qilingan. Ham chiroyli ko'rinar ekan. Buni pasti ko'tarilib javonchalik emas, oddiy. Yo'q, oddiy. O'zi shuncha garderobda joy bor-ku, nima keragi bor-a? Xo'p, bu yerda tushunarli o'zini chiroqlari, boshqasi lyustrasi mana bomba chiroyli yoqdi. Ayollarimiz uchun zona, katta oyna. Patologgacha nimaga qilindi oyna? Uyda bo'yni baland ko'rsatish maqsadida patologgacha olganmiz aynalar. Ya'ni ham keng qilib ko'rsatib beradi. Konditsioner qo'yilgan. Endi bitta garderobga o'tamiz. Keyinchalik bu yerda eshigi bo'ladimi? Eshikni qilmadik, sababi uyni toraytiradi. Chunki u qora bo'ladi-da. Qora bo'ladi, bo'lgan hisobiga uyni toraytiradi. Shuning uchun eshik qilganmiz. Hozir paytda garderoblar o'zi oldi fasadi bo'lmaydi, ochiq holatda bo'ladi. Hozirgi paytga dizaynga moslab qilganmiz. Ancha tartibli ham chiqsa kerak shunda. Bilmadim, ortiqcha ta'riflab ham bo'lmayapti. Biroz maza qilyapman, xolos. Sanuzelni bitta ko'ramiz yotoqxona. Mana unimi har bitta xonada ko'rdim. Bu klimat datchik. Uylar temperaturasini har bitta uyga alohida qo'yganmiz. Alisaga ulangan. Har bitta xonaning temperaturasini pasaytirib ko'tarish uchun. Zo'r. Demak, ovoz buyrug'i orqali xonani gradusini boshqarish mumkin. Zo'r. Sanuzelimiz. Bu yerda ham sizda izuminkangiz. Buni qilishimizda asosiy maqsad bu yerda kanalizatsiya turbalari o'tgan. Shuning uchun buni o'rab, mana shu narsani mana shu yerga qo'ydik, skalani. Asosiy bu yerda o'sha nimani yopish maqsadida polni gipsokartondan ko'rib bo'lgan. Zo'r. Juda ham chiroyli chiqdi. Dushovoy zona qilingan. Bu yerda sanuzel, shkaflar ortida qo'shimcha shkaf va hamma o'xshaydi ekan, ha? Отопительный sistemaning yuragi shu yerda. Chekkaroqqa joylashtirganmiz.
menga qancha ketgani qiziq bo'lib ketyapti xolos aka. Umumiy sanujelimiz ham bor edi, ko'rsatmadik. Bitta uni ham ko'rsataylik, oxirgi xonamiz o'sha bo'lib qoldi. Bu yerda yana dushovoy zona, unitaz, rakvina, bidet, kir yuvish mashinasi bu tomonda. Hamma narsa sig'ib ketgan. Zo'r chiqdi. Bu yerda yana nima fishkalar ishlatilgan aynan sanujelda o'zida? Bormi qo'shimchalar? Eng asosiylarini уже ko'rsatib bo'ldik. Har bitta xonalarimiz issiqpol, polni topli pol. polni topli pol qilingan. Sanujellarga qo'shimcha radiatorlar qo'yilgan ekan. Voh, ko'rib yashagilarim kelyapti xolos. Mana bu kafilchalaringizni ishiga qoyil qoldim Shahriyor aka. 45 gradusga tekis qilib qo'yib, o'zimizda uyda remont qilganimizda jasrakda yopishtirib ketishgan. Oson. Endi shunga yarasha usta haqqi ham qimmat bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Endi hozir ancha kafilchilar ham rivojlanib ketdi. Biz aytaylik, endi eng qiziq joyga keldik. Qancha ketdi? Yoki sir bo'lib qo'ya qoladimi yoki kommentariyada taxmin qilib ko'rishsin. Taxmin qilib ko'rishsin. To'g'ri topgan odamga balkim sovg'a-po'g'a beramiz. Uyni narxi bilan qo'shib hisoblanglar. Mana shu uy necha pulga tayyor bo'lardi? Agar bir Toshkentda bo'lganda 300 ming tepasida bo'lardi bu uy. Maza qildim. Shahriyor aka, sizni ko'pchilik biladi, eshitgan, lekin tanimasligi mumkin. Qaysi ijtimoiy tarmoqda hozir aktivroqsiz, sizni ishlaringizni ko'rmoqchi, remont qildirmoqchi bo'lgan odamlar qayerdan sizni ishingizni ko'rib murojaat qilishi mumkin? Endi Instagramimiz bor. Instagramlarni hozir ekraningizga yozib qoldiramiz. O'tib albatta ishlarni ko'ringlar. Eksklyuziv, qimmat ishlarni qilishadi. Bu degani narxning qimmat degani emas, to'g'rimi? Prosta biz reklama qilayotgan joylarimiz shunaqa eng zo'rlarini ko'rsatamiz, atak komfort klassdagi ishlarni ham qilinadi. Raqamlari ham ekraningizda, bemalol telefon qilib o'z remontingiz bo'yicha konsultatsiya olishingiz mumkin. Agar xizmatlari haqida qiziqmoqchi bo'lsalaring, tushunishim bo'yicha faqat remont emas, noldan qurib bizda под ключ. Nol holatdan, suvag'idan boshlab to pardalargacha ilamiz. Misol uchun yerim bor kottej quraman desamchi, noldan betondan boshlab qilaveramiz. Qilinaveradi, 100% oxirigacha bitkazilaveradi. Oxirigacha qilinadi. Ustayu, mebelchigu, texnika hamma yo'g'i o'zlaringda bor, o'sha jamoa katta shakllangan. Zo'r, bosh og'ritmayman deganlar uchun Shahriyor aka xizmati juda optimal. Eng asosiysi dizayndan boshlashadi. Keyingi etapi dizayn tasdiqlangandan keyin o'sha obyektni birin-ketin ishlari davom etib ketaveradi. Zo'r, obuna bo'linglar, doimiy tarzda kuzatib boringlar. Kommentariyada taxmin qilib ko'ringlar. Ushbu uyimiz o'zini uy narxi bilan remontiga qancha ketgan. Ma'lumot uchun aytib o'taman, xonadonimiz shahar markazida joylashgan, qayerdaligini aytmaymiz, 3-qavatda. Kattakon rahmat Shahriyor aka obzor uchun. Sog' bo'linglar.